2 oy. Bor yo'g'i 2 oy. Hammaga salom do'stlar. Siz Ray Music kanalidasiz. Men video darsliklarimdan birida sizdan bir nimani so'ragan edim. Ha do'stlar, aynan mana shu video darslik. Men bu video darslikda sizlardan 50 ta like va mana shu video rolikni tayyorlashimni so'ragan edim. Va do'stlar, barchasi keskinlashib ketdi. Like'lar 50 ta emas, 100 dan oshib ketdi. Men bundan juda ham xursandman. Siz bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlayotganingizdan va ozgina bo'lsa ham vaqtingizni ayamasdan like tugmasini bosganingizdan. Yana bir bor barchaga like'lar uchun hamda 2 oylik ta'tilimni kutganingiz uchun rahmat. Endi esa video darslikni mazmuniga ham o'tsam bo'ladi. Do'stlar, bu mavzuda video darslik tayyorlash juda ham qiyin, chunki men amaliyotda qilib ko'rsatgan narsalarni siz eshitmasligingiz mumkin. Sababi YouTube ham videolarni kompressiya qiladi. Shu uchun ham men bu video darslikda kompressorlarning turlariga va qanday ishlashiga urg'u berdim. Siz bu bilimlarni yaxshilab o'rganib, o'zingiz amaliyotda qo'llashingiz kerak. Ha, yana do'stlar, shuncha like'lar uchun menda bonus bor. 3-oktyabr kuni kechga men stream jonli efir qilaman va shu mavzuni to'liqroq ochib beraman. Ya'ni siz bu video darslikni ko'rib, o'rganib, tushunmagan joylaringizni va musiqa yozish bo'yicha barcha savollaringizni berishingiz mumkin, albatta onlayn jonli efirda. Bu uchun siz meni ikkinchi kanalimga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shunda siz jonli efir haqida birdaniga ma'lumot olasiz yoki bo'lmasa Telegram kanalimga obuna bo'ling. Barcha manzillar, link, ya'ni silkalar video ostida. Demak, men darsni boshladim va hammaga omad tilayman. Kompressordan foydalanishimiz uchun avvalambor biz ba'zi bir savollarga javob berishimiz kerak. Ya'ni kompressor bu nima va nimada qo'llaniladi? Nima uchun kerak? Demak, kompressor bu dinamik diapazonni qisqartiruvchi instrument. Dinamik diapazon nima? Dinamik diapazon bu eng baland va eng past tovush o'rtasidagi farq. Kompressor esa buni qisqartiradi. Ya'ni baland tovushni past tovushni baland qiladi. Endi esa kompressorning ichki sozlamalarga o'tamiz. Ularda atigi 4 ta sozlama bor. Ular threshold, attaka, release va ratio. Bular nima? Threshold bu qaysi desibeldan keyin kompressorni ishlashi. Bu yerda men threshold -12 qilaman. Bu nima degani? Kompressor -12 desibeldan baland tovushlarni pasaytiradi. Ya'ni -12 dan tepasi kompressor uchun baland degani. Endi esa attaka. Attaka bu nima? Attaka kompressor qanchalik tez e'tibor berishi. Ya'ni 400 millisekund qilsam attakani, tovush 12 desibeldan baland bo'lgach va o'sha balandlik boshlangandan so'ng, 12 desibeldan o'tgandan so'ng 400 millisekund o'tgach kompressor ovozni pasaytiradi. Demak, bu tushunarli deb o'ylayman. Bu qancha tez bo'lsa, kompressor ham tez ishlaydi. Misol uchun 25 millisekund. Endi esa release nima? Ovoz pasaytirildi. Kompressorga kelayotgan signal 12 desibeldan past bo'ldi. Ya'ni kompressor ishlashni to'xtadi. Shunda ham ovozni kompressor pasaytirib turadi. Qachonki 200 millisekund o'tgandan so'ng, ya'ni releasedan ko'proq bo'lsa, misol uchun 584, ovozli signal me'yorga kelsa ham kompressor 584 millisekunddan keyin ishlashni to'xtatadi. Endi esa ratio. Bu nima? Bu ovozni qanchalik darajada past bo'lishi. Ya'ni 1 ga 1, 2 ga 1 yoki 10 ga 1 marta ovozni pasayishi. Bu yerda ko'p kompressorlarda ko'rish mumkin gain, ya'ni kuchayish. Demak do'stlar, dinamik diapazonni biz qisqartirdik. Ovoz o'rtacha balandlikda ketmoqda, lekin bizga sal balandroq tovush kerak. Bu uchun kuchaytirgichni qo'shamiz. Misol uchun 6 desibel ovoz baland bo'ladi. Demak, kompressorni qanday ishlashini tushunib oldik deb o'ylayman. Endi esa chuqurroq o'rganishimiz ham mumkin. Demak do'stlar, kompressor nima uchun kerak degan savolga yanada aniqroq javob beramiz. Mana birinchi suratda ko'rib turibsiz, eng maksimal pik 0 desibel. Ya'ni raqamli dunyoda bu maksimal ovoz balandligi 0 desibel. Bu kompressiya qilinmagan variant. Endi bu trekni biz balandroq qilishimiz uchun kompressorni qo'shamiz va thresholdni -15 desibel qilamiz. Uchinchi rasmda ko'rganingizdek qisilgan trek hammasi bir xil me'yorda ovoz balandligi. Baland pik joylari yo'q. Endi esa buni normalizatsiya qilamiz, ya'ni eng baland ovoz pikini -15 desibel bo'lganda, eslatib o'taman ikkinchi rasmda, uni 0 ga teng qilamiz va 4-suratda ko'rib turganingizdek baland ovozli trekni biz qabul qilib olamiz. Mana do'stlar, kompressorni qanday ishlashi sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yanada endi esa keyingi bosqichga o'tamiz. Demak, kompressorni o'rganish juda qiyin emas. Men bularni 7 qismga bo'laman yoki 7 etapga. Birinchi etap yoki birinchi bosqich bu kompressorni dinamik diapazonni kontrol qilish uchun ishlatish, ya'ni baland tovushlarni past tovushlarni baland. Bu uchun mana test zapsini qildim. Eshiting. Xo'sh do'stlar, bugungi darsligimizda biz kompressorni qanday ishlashini o'rganamiz.
Mana ko'rib turganingizdek, ba'zi joyda juda ham baland, ba'zi joyda past va ba'zi joyda o'rtacha. Demak, bu bizni birinchi kanalda jo'natilgan va bu yerda men FL Studio'ning o'zini kompressorini ochaman. Mana do'stlar, kompressorni ham ochdim. Birinchi bo'lib thresholdni qo'yamiz. Xo'sh do'stlar, bugungi darsligimizda biz kompressorni qanday ishlashini. Xo'sh do'stlar, va bu yerda siz o'ylashingiz mumkin, nega kompressor ishlamadi? Chunki bu yerda ratio 1:1 turibdi va 1:1 ratio ishlamaydi. Uning uchun birdan ko'p bo'lishi kerak, ya'ni o'z ishini boshlashi uchun. Xo'sh do'stlar, bugungi darsligimizda biz kompressorni qanday ishlashini o'rganamiz. Demak, thresholdni yanada kamaytiramiz va rationi oshiramiz. Xo'sh do'stlar, bugungi darsligimizda biz kompressorni qanday ishlashini o'rganamiz. Rationi xohlasak yana oshirishimiz mumkin, effekt kuchliroq bo'lishi uchun. Xo'sh do'stlar, bugungi darsligimizda biz kompressorni qanday ishlashini o'rganamiz. Thresholdni yanada kamroq qilishimiz kerak. Mana bu ovoz balandligi bilan bir xil bo'lishi uchun darsligimizda biz bu yerda 20 dan kamroq. Xo'sh do'stlar, bugungi darsligimizda biz kompressorni qanday ishlashini o'rganamiz. Endi esa avval tushuntirganimdek ovozni baland qilamiz. Xo'sh do'stlar, bugungi darsligimizda biz kompressorni qanday ishlashini o'rganamiz. Endi buni render qilamiz va mana do'stlar, birinchi ovoz yo'li bu kompressordan so'ng, ikkinchisi esa kompressorgacha bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, dinamik diapazon qisqargan. Ovoz me'yoriy balandlikda, ya'ni qayerdir baland yoki qayerdir past emas, deyarli bir xil. Farqini ko'rishingiz mumkin kompressorni qanday ishlashini. Endi esa ikkinchi etapga o'tsak ham bo'ladi. Ikkinchi etap bu nima? Bu kreativ kompressiya. Ya'ni kompressiya bilan faqatgina baland joylarni past joylarni baland emas, kompressorni o'ziga yarasha xarakterini bersa bo'ladi. Ya'ni audio materialni atakalarini kuchaytirib, piklarini kuchaytirishimiz mumkin yoki bo'lmasam atakasini kesib tashlashimiz mumkin. Bunga oddiy misol Transient Master va shunga o'xshagan pluginlar. Ya'ni bizni barabanlarimizga qo'shimcha transientlar yetmayapti. Ularni kompressor orqali qo'shishimiz mumkin yoki aksincha ularni olib tashlashimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, bugungi dars. Xo'sh do'stlar, bu yerdagi xo'sh va qolgan piklarga yaxshilab e'tibor bering. Misol uchun mana pastdagisi bilan farqlasak, pastdagisi yumshoqroq atakasi, mana tepadagi variantda esa atakalari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar. Xo'sh do'stlar. Xo'sh do'stlar. O'ziga yarasha atakasi bor, zarbasi. Bu nimani evaziga? Bu mana bu yerda ataka 15 millisekund turibdi. Mana shuni evaziga. Bu yerda yana birinchi kanalga jo'natamiz va atakani yanada kamroq qilamiz. Zarblari kuchli bo'lishi uchun, misol uchun 5 millisekund. Rezni ham ozgina kamaytiramiz. Bu yerda type hard, ya'ni eng kuchli rejimda ishlaydi. Mana e'tibor bering. Endi buni atakalari birinchisiga qaraganda kuchli. Xo'sh do'stlar. Xo'sh do'stlar. Endi atakani uzunroq qilamiz. Mana do'stlar, birinchi va ikkinchi variant. Birinchi variantda ko'rishingiz mumkin, atakalari kuchli edi, 5 millisekund, ikkinchisida esa juda uzun ataka. Xo'sh do'stlar, va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, atakalari kamroq birinchisiga nisbatan zarbasi. Lekin bu yerda biz relizni ham ko'proq qilgan edik, uzunroq. Shu uchun bu yerda ovoz tanasi uzunroq. Birinchi variantda tez zarba va pasayib ketadi ovoz. Ya'ni mana tanasi deyiladi bu, body. Bu yerda o'sha tana balandligini uzoq vaqt davomida saqlab qolgan. Xo'sh do'stlar. Xo'sh do'stlar. Endi esa bu etapni yanada chuqurroq o'rganamiz. Mana do'stlar, bu drum loop ustida ishlaymiz va unga kreativ kompressiyani ishlatib ko'ramiz. Demak, buni birinchi kanalga jo'natamiz va u yerda kompressorni ochamiz. Simultaskop plugin orqali audio to'lqindagi o'zgarishlarni ko'ramiz. Demak do'stlar, kreativ kompressiyani qo'llaymiz. Atakani kamroq qilsak va releasni kamroq qilsak punch bo'ladi. Mana do'stlar, e'tibor bering, snare'ga bu yerda atakani ko'rishingiz mumkin, transientini va kickda ham. Bu 10 millisekundli ataka va 81 millisekundli release. Hozir esa buni teskarisini qilamiz, ya'ni ko'proq ataka va ko'proq release.
Mana ko'rishingiz mumkin, kickda ham, snare'da ham atakasi yo'q, zarbasi. Barabanlaringiz zarba va tranzistorlar ko'p bo'lishini xohlasangiz, atakani kamroq qilasiz va releasni ham shu bilan o'ziga yarasha xarakterni qilishingiz mumkin. Va ko'p kompressorlarda presetlari bor. Misol uchun bu yerda mana drum. Ko'rib turganingizdek ataka kam. Nima uchun? Va ratio ko'p. Ya'ni bu yerda ko'proq zarbalar bo'lishi uchun. Boshqa kompressorni ham sinab ko'ramiz. Mana mashhur kompressorlardan biri FabFilter Pro C2. Bu yerda ham bir dunyo presetlar bor. Kick uchun, xonalar, snare uchun va umumiy extreme pumping, ekstremal zarbalar. Bu yerda ko'rishingiz mumkinki, piklar juda ham ko'p va dinamik diapazon esa juda ham oz. Bu yerda nima qilingan? Ratio 10 ga 1, ataka 0.5 millisekund, release esa juda uzun. Endi esa kompressorning qanday ishlashini eslaymiz. Release ko'p bo'lsa, body, ya'ni tana kuchli bo'ladi. Ataka qancha kam bo'lsa, piklar shuncha ko'p bo'ladi. Shuni evaziga shunaqa siqilgan effekt hosil bo'lyapti. Mana yana bir ajoyib presetlardan biri. Bu yerda faqatgina zarbalar bor. Demak, kreativ kompressiya sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi esa keyingi etapga o'tamiz. Demak, 3-etapni boshlaymiz. Bu analog kompressorlar yordamida audio faylga o'ziga xos xarakterni berish. Bu nima degani? Hozir biz raqamli dunyoda yashayapmiz va bemalol xohlagan pluginlarimizdan foydalanishimiz mumkin. Avvalgi pluginlar analog variantda bo'lgan, ya'ni haqiqiy temir pluginlar. Ular yarim tranzistor va lampalardan tashkil topgan, asosan radiolarda ishlatilgan yoki konsert chiqishlarida va o'ziga xos xarakterga ega bo'lgan, chunki ular lampa yoki tranzistorlardan tashkil topgan. Hozirgi zamonga kelib esa injenerlar o'sha analog pluginlarni nusxalashga harakat qilishadi. Ya'ni raqamli dunyoda algoritmlar asosida pluginlarni emulyatsiya qilishga. Ya'ni sizda minglab dollar turadigan analog plugin bor, uni raqamli nusxasi bo'ladi. Ulardan birinchisi bu LA2A kompressori yoki bo'lmasam ba'zi joylarda optik kompressor ham deyshadi, optak kompressor ham deyshadi. Bu kompressor lampalardan tashkil topgan va o'ziga xos lampa xarakterini beradi. Bu kompressor juda ham sekin kompressor. Bu yerda release ham, ataka ham juda ham sekin. Shuning uchun ham bu kompressorni drum partiyalarga ishlatish maslahat berilmaydi va master kanalda ham ishlatish maslahat berilmaydi. Bu kompressor asosan vokal uchun yoki bo'lmasam instrumentlar uchun. Bu kompressor juda ham sezilmas ishlaydi, chunki bu yerda ataka va release juda ham uzun, katta. Bu yerda ikkita sozlama bor: gain kuchaytirish va peak reduction. Qanchalik kompressorni ishlashi, ya'ni threshold. Bu maksimal qisish. Avval aytgandek, bu kompressiya drum partiya uchun emas, buni bassda ishlatishingiz mumkin yoki vokalda. Shularda maslahat beraman. Va bu kompressorning xarakteri pastki chastotalarda lampa effektini berish, ya'ni saturatsiya berish. Do'stlar, saturatsiya mavzusi juda ham katta mavzulardan biri, kompressorga o'xshab. Agar sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Aynan shu video ostida YouTube kanalimda, agar siz buni qayerdadir boshqa yerda ko'rayotgan bo'lsangiz va qiziquvchi odamlar soni ko'p bo'lsa, albatta video darslik qilaman bu mavzuda ham. Demak, bu kompressor tipi tushunarli deb o'ylayman. Endi keyingisini o'rganamiz. Keyingi kompressor tipi bu FET kompressor. FET kompressor qanaqa kompressor? Bu juda ham tez kompressor. Bu aynan drum partiya uchun ishlatiladi va bu kompressor tranzistorlardan tashkil topgan. Bu yerda ataka juda ham tez. Biron bir preset tanlaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin, piklar juda ham ko'p. Ataka 2.4, release 5. Bu yerda sal boshqacharoq, boshqa kompressorlarga qaraganda, FET kompressorlarda va bu yerda e'tibor bering, ratioga all degan tugmacha bor. Bu nima? Bu kompressorning o'ziga yarasha xarakteri. Bu yerda kompressor bir vaqtda 1 ga 1, 4 ga 1, 8 ga 1, 12 ga 1 va 20 ga 1 ratioda bir vaqtda ishlaydi. Ya'ni barcha ratio bosiladi birdaniga va o'ziga yarasha xarakteri beriladi. Bu rejimda parallel kompressiya qilinishi maslahat beriladi va buni keyingi etaplarda o'rganamiz, sal keyinroq. Hozir bu muhim emas. Bu kompressor asosan o'rta chastotalarda o'ziga xos saturatsiyasini beradi tranzistorlar yordamida.
Aytib o'tganimdek, buni drum partiyalarda yoki tez vokallarda ishlatish maslahat beriladi, ya'ni rap yo'nalishidagi vokal bo'lishi mumkin. Demak, fat kompressorlar ham tushunarli. Keyingi kompressor tipi bu Vari Mute yoki Vari Gain deb nomlanadi. Bu kompressorlar quroli desak ham bo'ladi. Bu kompressorlar ichida eng zo'ri desam adashmayman. Sababi boshqa kompressorlarga qaraganda bu kompressor ko'proq saturatsiya beradi. O'sha lampa effektini bu kuchliroq beradi. Shuning uchun ham boshqa kompressorlarga qaraganda bu kompressor yaxshiroq. Ya'ni quloqqa yoqadigan yumshoq saturatsiya beradi yuqori chastotalarda. Bu yerda biron bir preset tanlaymiz. Glue, so'lishga yopishtirish, kleylash. Bu kompressorni biz xohlagan instrumentimizda ishlatsak bo'ladi. Asosan vokalda yoki masteringda ishlatiladi bu kompressor, chunki bu kompressor saturatsiya beradi. Bu kompressor bo'yaydi audio faylni. Bu kompressorning boshqa kompressorlardan farqi bu yerda ratio yo'q, attaka va release bor. Va bu kompressor mid-side kanalda yoki stereo kanalda ishlashi mumkin. Ya'ni siz chap kanalni boshqacha kompressiya, o'ng kanalni boshqacha kompressiya qilishingiz mumkin yoki mid kanalni yoki side kanalni boshqacha kompressiya qilishingiz mumkin. Plus. Demak, bu tipdagi kompressor ham tushunarli deb o'ylayman. Keyingi tip kompressori bu VCA kompressori. Demak, bu kompressorning boshqa kompressorlardan farqi, bu kompressor neytral ishlaydi, ya'ni audio faylga hech qanaqa xarakter qo'shmaydi, tranzistor yoki lampalar xarakterini. Buni ham barcha instrumentlarda ishlatishingiz mumkin. Demak, do'stlar, biz shuni bildikki, 4 xil tipdagi analog kompressorlar bor ekan. Bular optik kompressorlar yoki LA2A, FET, Vari Gain, VCA. Aytganimdek, bu kompressorlar eski kompressorlarni raqamli emulyatsiyasi va shu narsani sizga ta'kidlab o'tmoqchimanki, siz aynan men ko'rsatgan pluginlarni ishlatmasangiz ham bo'ladi, chunki ko'p odamlar video darslikni ko'rishgandan so'ng aynan men ishlatgan pluginlardan ishlatishga harakat qiladi, bilmayman nega. Siz bu narsani to'xtatishingiz kerak va nima uchun? Chunki mana ko'rishingiz mumkin, bu Native Instruments'ning plugini VCA 76. Ya'ni FET kompressor. Aytganimdek, bu o'sha eski FET kompressorning raqamli nusxasi va pastda ko'rishingiz mumkin CLA 76. Bu OS Shell paketidan, ya'ni ikkalasi ham FET kompressorning nusxasi. Shu uchun ham siz kompressorning asosini tushunib olishingiz kerak va xohlagan kompaniya qilgan pluginlarni, ya'ni o'sha analog pluginlar nusxalarini ishlatishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Ikkala kompressor ikki xil kompaniyaniki bo'lsa ham sozlamalari deyarli bir xil va vazifasi ham bir xil. Ikkalasi ham FET kompressor. Ha, yana do'stlar, vaziyatdan foydalanib shuni aytmoqchimanki, meni Telegram kanalimda bu pluginlarni topishingiz mumkin. Kanal linki, manzili yoki silkasi video ostida. Bu yerda men Voice Shellni ham tashlaganman va Native Instruments'ning pluginlarini ham tashlaganman. All FX plugins deb nomlanadi. Zip arxiv nomi. Demak, bu etap ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi esa keyingi etapni boshlasak ham bo'ladi. Endi esa 4-etap bu bir nechta instrument yoki drum partiyani kleylash, bir-biriga yopishtirish. Bu albatta kompressor orqali qilinadi. Demak, birinchi bo'lib barcha instrumentlarni kleylash uchun bitta kanalga yig'amiz, gruppovoy kanal qilamiz va u kanalga kompressorni qo'shamiz. Instrumentlarni kleylash uchun eng yaxshi kompressorlardan biri bu Glue. Demak, quruq signalni eshitamiz. Va bizning vazifamiz bu instrumentlarni bir-biriga kleylash. Demak, birinchi bo'lib ishni thresholddan boshlaymiz. Bu yerda analizator bizga ko'rsatadi necha desibel kompressiya bo'layotganini. Demak, ratio men bu trekda 10 ga 1 qilaman, lekin mixni kleylash uchun 2 yoki 4 tavsiya etiladi. Endi esa atakani tanlaymiz. Bu yerda kleylash uchun ikkita variant bor. Bu eng sekin yoki eng tez. Men eng tezini qo'llayman. Ba'zi holatlarda esa eng sekinini ham qo'llash mumkin. O'zingiz eksperiment qilib ko'ring. Va release, ko'p kompressorlarda release auto ham bo'ladi, ya'ni kompressorning o'zi optimal variantni tanlaydi. Menga bu ma'qul va ba'zi holatlarda bu variant ishlamasligi mumkin. Ya'ni sekin ataka, sekin release qilishingiz mumkin yoki tez release, tez ataka qilishingiz mumkin. Barchasi praktikada, barchasi eksperimentda. Barchasini sinab ko'ring va eng yoqqanini ishlating. Eksperiment qilishdan to'xtamang. Endi yana bir muammo, bu yerda kick juda ham ko'p qisilyapti. E'tibor bering.
Buni yechimi oddiy, sidechain orqali, ya'ni high pass filtr orqali buni to'g'rilaymiz. Bu nima degani? Bu yerda kompressor high pass filtr orqali ekvalizatsiya qiladi o'zi va sub chastotalarni olib tashlaydi. Shu orqali sub chastotalarni kompressiya qilmaydi. Va siz savol berishingiz mumkin. Nega sub chastotalarni kompressiya qilmasligi kerak? Aynan bu holatda. Chunki biz fizikadan bilishimiz mumkinki, eng baland amplitudali chastotalar bu pastki chastotalar va bu yerdagi eng baland pik ham shuni evaziga. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda men optimal deb 90 Hz ni oldim. Ya'ni 90 Hz dan pasti kompressiya bo'lmaydi. Endi bu yerda make up, boshqa kompressorlarda gain, ya'ni kuchaytirish, bu yerda 6 dB qilaman. Mana do'stlar, -5, -6 dB kompressiya bo'lsa bu norma. O'ylaymanki bu etap ham sizga tushunarli bo'ldi. Demak, 5-etap bu multiband kompressiya. U nima? Biz avvalgi etapda shuni bildikki, kompressor sidechain orqali ma'lum bir chastotani o'tkazib yorib, kompressiya qilmaydi. Multiband kompressor esa aksincha, ma'lum bir chastotalarga bo'lib, alohida kompressiya qiladi. Mana ko'rib turibsiz, bir nechta multiband kompressorlarni. Bulardan birinchisi Isotope Ozone Dynamics degan kompressor, u ham multiband. Filtrdan Pro MB, Waves-dan C6 va FL Studio'ning o'zini standart kompressorlari bu Pretty multiband kompressor va Maximus. Bularning barchasi multiband kompressor. Demak, multiband kompressor bilan qanday ishlashni men Isotope Ozone Dynamicsda ko'rsataman. Bu yerda ko'rsatgan narsalarning barcha multiband kompressorlarda ishlaydi. Shuning uchun ham har bir multiband kompressorni noldan tushuntirishga sabab yo'q deb o'ylayman. Bu bilan vaqtimizni ortiqcha ketkazgan bo'lamiz. Demak, bu yerda ko'rib turibsiz, chastotalarga bo'lingan, ya'ni 140 Hz dan 2000 Hz gacha va 2000 kHz dan 10000 kHz gacha. Demak, bu yerda soloni bosamiz va shu qismni o'zini alohida eshitamiz. Va bu yerda o'zimiz xohlagandek qo'yishimiz mumkin crossoverni. Ya'ni faqatgina sub chastotalarni kompressiya qilishimiz mumkin yoki sal ko'proq. Va qolgan chastotalarni ham o'zimizga kerakli qilib to'g'irlab olishimiz mumkin. Endi esa multiband kompressor bilan ishlashni o'rganamiz. Bu yerda yuqori chastotalardan boshlayman, chunki meni fikrimcha bu yerda hi-hat salgina balandroq. Men buni mixerda ovozini sal pastroq qo'yishim mumkin edi, lekin darsimiz multiband kompressiya haqida. Shuning uchun ham tasavvur qilamiz, biz proyekt bilan emas, bitta audio fayl bilan ishlayapmiz deb. Bu yerda comp threshold, agar sizda mana bunaqa bo'lmasa grafika, bu yerda o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni o'zimiz xohlagandek sozlashimiz mumkin, bittalab yoki hammasini bir vaqtda. Menga farqi yo'q, xohlasangiz bu rejimda, xohlasangiz bu rejimda ishlang, sizga muhimi qulay bo'lsin. Bu yerda thresholdni qo'yamiz. Va mana bu yerda necha desibel kompressiya bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Bizga 1-2 desibel yetadi. Va mana bu qismda kompressorning sozlamalarini to'g'irlashimiz mumkin. Bu yerda ratio 2:1. Bu yerda kni, ya'ni kompressorning yumshoqligi, o'zingiz eshitib optimal variantni tanlaysiz. Bu yerda limiter bor, ya'ni ovozni ma'lum bir desibeldan oshirmaydi, misol uchun.
shunday qilib balans qilishingiz mumkin. Demak, bu yerda ham presetlar bir dunyo. Do'stlar, shu narsani sizga ta'kidlab o'tamanki, siz presetlarni tanlaganda ularni shunchaki o'zini qoldirmang. Bu presetlarni tayyorlagan ovoz rejissyorlarida siz ishlayotgan audio fayl bo'lmagan, ularda balans boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin yoki headroom. Shuni e'tiborga olgan holda yaxshi bir presetni tanlab, keyin uni o'zingizga moslab sozlashingiz mumkin. Shu uchun ham boshlang'ich o'quvchilarga men presetlarni tanlab, keyin esa ularni o'zlari sozlashini maslahat beraman. Bu bilan kompressiyani tushunish, o'rganish va uni eshitish ancha oson bo'ladi. Misol uchun bu yerda eng yuqori chastotalarda -9.6 qilingan threshold va bu yerda ratio 1, ya'ni kompressor ishlamaydi. Menga esa ishlashi kerak. Shu uchun ham bu presetni o'zimni trekimga sozlab olaman. Yana do'stlar, multiband kompressor yordamida master kanalda butun mixni klaylash mumkin. Bu yerda shunga e'tibor beringki, kompressiyaning balandligi, ya'ni qancha desibel qisilishi 2-3 desibeldan oshiq bo'lmasligi kerak. Mana bu yerga e'tibor bering. Klaylash uchun 2-3 desibel yetarlicha. Siz bu kompressorlarni xohlagan joyingizda ishlatishingiz mumkin. Asosan masteringda klaylash uchun yoki balans qilish uchun va vokalda, ya'ni vokalni tembridan kelib chiqib qaysidir chastotalar yetmasligi mumkin. Bu yerda siz vokalni equalizer yordamida ozgina ko'tarib qo'yishingiz mumkin. Ma'lum bir chastotasini yetmayotgan. Equalizerda minus tomoni, equalizer doimiy o'sha chastotani ko'taradi. Siz multiband kompressiya yordamida o'sha chastotani bir xil balansda qilsangiz, misol uchun vokalda pastki chastotalarni dinamik diapazoni juda katta. Ya'ni vokalning qaysidir qismida vokalda sab chastotalar bor va qaysidir qismida u chastotalar yetmayapti yoki juda ham kam. Bu albatta vokalning tembridan kelib chiqadi. Agar shu muammoga duch kelsangiz, albatta multiband kompressor masalani yechimi. Hattoki masteringda ham, ya'ni sab chastotalar qayerdadir baland, qayerdadir past bo'lsa, siz bu yerga kompressiya qo'yasiz. Ya'ni mana bu rejimda, aynan bu preset emas, men shunchaki rejimni ko'rsatyapman. Xohlasangiz vokalda, xohlasangiz umumiy mixda sab chastotalarni kontrol qilish uchun. Albatta buni barchasi praktikaga bog'liq. Ko'proq eksperiment qiling va o'z ustingizda ishlang. Shunda vaqt o'tishi bilan siz kompressiyani eshitishni boshlaysiz. Demak, 6-etap bu nomi kompressor emas, lekin vazifasi kompressiya bo'lgan pluginlar. Bular noise gate, ya'ni gate'lar, deesser, limiter va maximizerlar. Bular ham xuddi kompressorda ishlaydi, lekin nomlanishi kompressor emas. Demak, gate'dan boshlaymiz. Bu teskari kompressiya desa ham bo'ladi. Ya'ni kompressorda biz threshold belgilab shu balandlikdan ovoz o'tmasligini, ya'ni dinamik diapazonni qisqartirsak, bunda aksincha biz ma'lum bir miqdorda thresholdni belgilaymiz va bu yerda kompressor shu balandlikdan pastini umuman kesib tashlaydi. Demak, bu yerda threshold -21 qilaman. Bu nima degani? Bu yerda gate, ya'ni kompressor -21 desibeldan past tovushlarni barchasini o'chiradi yoki kesib tashlaydi. Bu bilan nima qilish mumkin? Misol uchun siz vokal yozdingiz va unda shovqinlar bor, nafas olish yoki shunga o'xshagan kichik shovqinlar, ularni gate'lar yoki noise gate'lar yordamida o'chirishingiz mumkin. Mana quruq signal, test va gate'dan so'ng test. Bu tushunarli deb o'ylayman. Yana do'stlar, FL Studio o'zida ham noise gate bor. Bu limiter, mana bu yerda noise gate bo'limini ko'rishingiz mumkin va preset ham bor. Noise gate deb nomlanadi va mana bu yerda sozlab olishingiz mumkin. Test. Barchasi juda ham oson. Ikkinchi tip bu deesserlar, ya'ni sibilantlarni tozalovchi kompressor. Sibilantlar nima? Bu S, Ch, Sh va shunga o'xshagan yuqori chastotali tovushlar, harflar. Bular inson qulog'iga yoqmaydi va ularni ozgina past qilish kerak. Bu uchun bizga deesserlar yordamga keladi. Bu yerda ham har doimgidek preset tanlaymiz. Mana bu yerdagi quloqchin ikonkasini bossak, nimani kompressiya qilayotganimizni eshitishimiz mumkin. Va pastda chastotani belgilaymiz. Bu ham multiband kompressorga o'xshab ketadi, ya'ni qaysi chastotani kompressiya qilish, range qanchalik darajada kompressiya qilish, ya'ni bu yerda maksimal qilsangiz. Test.
va mana bu yerda ko'rsatyapti necha desibel ovoz pasayotganini. Menda 12. Test va bu juda ham ko'p. Test bu ham 3-4 desibel bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Albatta bu vokaldan kelib chiqib, ya'ni siz yozgan vokal juda ham sibilantlarga boy bo'lsa, 2-3 ta deezerlardan ham foydalansa bo'ladi. Test. Demak, deezerlarni ham ishlashi tushunarli deb o'ylayman. Endi esa limiter va maksimizerlarga o'tamiz. Qisqacha qilib tushuntirganda, ikkalasini ham vazifasi bir xil. Asosan master kanalida qo'llaniladi, ya'ni umumiy balansni qilish uchun va baland ovozli trackni qilish uchun ishlatiladi. Men buni maksimizerda ko'rsataman, limiterni ham ishlash prinsipi bir xil. Demak, bu yerda thresholdni tanlaymiz va threshold qancha katta bo'lsa, trackimiz shuncha qisiladi. Bu yerda qancha qisilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda atakka va release bitta slayderda qilingan, tez yoki sekin. Mana bu yerdagi ko'k chiziqlar orqali kompressor qanday ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turibsiz, mods, ya'ni har xil algoritmlar, asosan 4 va 3 algoritmlar ishlatiladi. Bu yerda ham presetlar bor, ya'ni pumping, balance, clipping, creep. Men o'zim maslahat beradigan bo'lsam, bu yerda 4 va modern rejimida. Va bu yerda ceiling degan so'zlamani ko'rishingiz mumkin. Bu nima? Misol uchun siz -1 desibel qilsangiz, mixning balandligi -1 desibeldan yuqoriga o'tmaydi. Mana bu yerga e'tibor bering. Bu ba'zi bir dinamiklarni himoyasi uchun buni odatda 0.10 dan 2 yoki 1 qilinadi. Aytganimdek, dinamiklarni himoyasi uchun. Endi bu yerda bypass qilamiz. Bu quruq signal edi. Endi esa maximizer bilan. O'ylaymanki, maximizer va limiterlarni ishlash prinsipi tushunarli bo'ldi. Endi esa keyingi etapga o'tsak ham bo'ladi. Demak, 7-etap bu parallel kompressiya. Parallel kompressiya nima? Bu quruq signalga juda ham kuchli kompressiya qilingan signalni qo'shib borish. Buni hozir men praktikada ko'rsataman va siz buni tushunib olasiz. Demak, menda drum partiya bitta gruppaga yig'ilgan. Va men bu gruppaga parallel kompressiyani qo'shmoqchiman. Aytganimdek, bu quruq signal va bunga nechadir foiz kuchli kompressiya qilingan signalni qo'shamiz. Bu uchun oddiy misol, kiriylaydigan kompressorimizda bu yerda mix so'zlamasi bor, ya'ni necha foiz kompressiya qo'shilishi, misol uchun 100 dan 0 gacha. Men bu yerda 80% qo'shdim, ya'ni qisilgan ovoz 80% quruq signalga qo'shiladi. Bu parallel kompressiyani qisqacha tushunchasi edi va parallel kompressiya nima uchun kerak degan savolga javob beramiz. Parallel kompressiyani ko'p holatlarda qo'llasa bo'ladi. Asosan sun'iy ovozni baland qilish. Ya'ni sizni trekingizda vokal yoki baraballar ovozi pastroq. Bu psixologik effekt, ya'ni ovoz juda ham baland bo'lsa ham, baraballar juda ham baland bo'lsa ham, siz shunday o'ylaysizki, ular ovozi pastroq boshqa instrumentlarga qaraganda. Shunda parallel kompressiya orqali sun'iy psixologik ovozni baland qilish mumkin. Parallel kompressiya tiplari asosan 2 ta. Bu Angliya va New York kompressiyasi. Demak, birinchi bo'lib angliyaliklar kompressiyasini ko'rsataman. U uchun biron bir mixer kanalini send kanal qilamiz. Men 124 va 125 kanalni send kanal qilaman. Demak, baraballar gruppasini 124-kanalga jo'nataman va master kanaldan vaqtinchalikka uzaman. Bu send kanalda biz juda kuchli kompressiya qilamiz. Demak, angliyaliklarning parallel kompressiyasi uchun men FabFilter Pro C2 ni oldim.
Demak, men Extreme Pumping bir presetini tanladim va o'zimga sozlab oldim. Mana endi kuchli kompressiya qilingan signalni eshitib ko'ramiz. Endi esa bu signalni ozgina quruq signalga qo'shamiz. Bu uchun barobarlar gruppasiga kiramiz va uni yana master kanalga ulaymiz. Va endi siz bir vaqtda ham quruq, ham kompressiya qilingan signalni eshityapsiz va bu yerda uni ovozini sal pasaytiramiz. O'zingiz uchun optimal ovoz balandligini tanlaysiz. Eslatib o'taman, bu kompressiya juda ham eshitilarli bo'lishi kerak emas. Ya'ni foizlarda hisoblaganda 50-60% yetadi. Bu angliyaliklarning kompressiyasi edi. Bilmayman nega bu tiplar bunaqa nomlanganligini, lekin ovoz rejissyorlari orasida shunday yuritiladi. Endi New Yorkliklarning kompressiyasini ko'ramiz. Angliyaliklardan farqi, ularda signal filtrlanadi va ozgina distortion yoki saturatsiya beriladi. Demak, avvalgidek ikkinchi kanalga ulayman va u yerda New Yorkliklarning kompressiyasini sozlayman. Xo'sh, New Yorkliklar kompressiyasi uchun ajoyib variantdan biri bu Supercharger Native Instruments plugini. Demak, bu yerda atakani to'g'irlaymiz. Demak, maksimal punchli signal qildim. Ya'ni juda kuchli kompressiya bo'lgan. Bu yerda endi saturatsiya bo'limi bor. Mana do'stlar, kuchli kompressiya qildim. Endi esa filtr va yana qo'shimcha saturatsiya berishimiz mumkin. Demak, birinchi slotga equalizer qo'shamiz. Farqi yo'q qanaqa equalizerligini va mana bunaqa filtratsiya qilamiz. Va shuni eslatib o'tamanki do'stlar, bu filtratsiya albatta kompressordan oldin bo'lishi kerak. Endi esa biron bir distortionni qo'shamiz. Demak, men bu yerda filtrdan Saturn 2 ni qo'shaman. Juda yaxshi distortion va saturator. Menga juda ham yoqadi. Siz xohlaganingizdan foydalanishingiz mumkin albatta. Demak, color, saturate and color. Bu yerda ham mixni 100% qilamiz. Agar sizning presetingizda 100 bo'lmasa, chunki bu send kanal va bu yerda 100% bo'lishi kerak. Ya'ni quruq signal bo'lmasligi kerak. Endi do'stlar, parallel kompressiyani o'zini eshitib ko'ramiz. Va avvalgi kompressiyaday buni ham ozgina qo'shamiz. Mana do'stlar, siz Angliya va New Yorkliklarning parallel kompressiyasini tushunib oldingiz deb o'ylayman. Albatta, o'z ustingizda ishlasangiz va ko'proq eksperiment qilsangiz yanada chuqurroq o'rganasiz. Mana do'stlar, video darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, video darslik sizga tushunarli bo'ldi va bu video darslikni bir necha marta ko'rishni tavsiya etaman, hamda eksperimentlar qilishdan to'xtamang. Yana bir nimani test qilib ko'rmoqchiman. Hozir mana shu so'zni kommentariyada qoldiring va biz necha kishi video darslikni oxirigacha ko'rishini bilib olamiz. Xayr do'stlar.